Do'stlar, mana o'sha va'da qilingan Damazga keldik do'stlar. Toshkent Chinozdan akalarimiz safarimning 3-kunida agar rostdan piyoda umraga yetib borsang, shu Damazni berib yuboraman degandi. Bilasizlar do'stlar, mana yangi jild. Do'stlar, qaranglar, men uydan duo olib chiqqanman, umraga piyoda boraman deb, lekin bu Damaz uchun bormagandim. Bu hammasi yo'lda ko'pchilik va'da qilgan, bilasizlar. Eng amalda ko'rsatgani shular bo'ldi. Kattakon rahmat sizlarga. Qaranglar, men bilasizlar, surprizim bor degandim. Hozir Damaz menga o'tdi, qaranglar. Xo'p, sizlarga aka shu Damaz bilan hozir bitta taklifim bor. Damaz sizning nomingizga o'tdi, nima qilsangiz? Bo'ldi. Do'stlar, bilasizlar, yo'l davomida Allohim menga hamma nima bo'lsa mukofotini berdi. Endi xullas aka, ko'p marta aytdim, surpriz bor deb. Endi shu Damazni bitta obunachimga berib yubormoqchiman. Yo'q, rostdan. Hozir yoki berib yuboraman. Agar xohlasalaring do'stlar, shuni sotib, pulini menga obuna bo'lgan